shu videoda nechta like? Uyat, sharmanda. Hozir bunoq qilasiz, keyingi prikol videoga o'tib ketasiz. Ha, lekin har bir o'zbekistonlik bilishi shart bo'lgan, biz fikrimizni o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Shuni 2 minut bering, beraman. Nohaq bo'lsam aytasizlar. Iflos havoda nafas olamiz, ha, lekin muammoni tegi negizi qatga ushatga olib boraman hozir masalan. O'zbekistondagi, ayniqsa Toshkentdagi iflos havoning sabablari bu qishki isitish qozonlari tufayli va Toshkentni o'rab turgan teplitsalar, mazut, ko'mir, hattoki avtomobil shinalarini yoqayotganligi uchun. Bunga qarshi chora ko'rildi. Ular hammasi barham berildi va ularga gaz berildi endi. Bu yaxshi. Lekin gaz bilan elektr muammosi uzoq muddatda hal qilinishi kerak-ku, qishda yetmaydi-ku. Kunuzda mana bu videoni ko'rdim. Aholimizni hayot farovonligiga tan olishimiz kerak. O'syapti. Hamma uyda elektropriborlar bor, hamma narsa bor. Ya'ni elektr energiya iste'moli oshyapti, lekin ularga tortilgan simlar, ularga o'rnatilgan transformatorlar quvvati u quvvatga mo'ljallanmagan. Lekin izohlarda o limitni olib tashlaylik elektrga, o'shanda xalq uchun to'g'ri bo'ladi, xalq maza qiladi, olib tashlaring, biz to'la olmayapmiz degan gaplar bo'ldi. Lekin limitni olib tashlay olmaydi, limit bo'ladi va biz pul to'lashimiz kerak. Ko'proq elektr ishlatganimizga qimmatroq to'lashimiz kerak. Bu normal holat. Chunki qancha elektr uzatuvchi sim yoshlar eskirgan, ularni yangilash juda katta pul turadi va O'zbekiston elektr energiyasini xalqqa bergandan foyda qilmaydi, faqat zararga beradi. Xo'p, nima qilish kerak? Tan olish kerak, biz o'zbek xalqimiz, lekin biz O'zbekiston fuqarolari emasmiz. Nima degani bu? Xalq, qara, men qiynalyapman, menga berlaring, menga yordam bermaysanmi? Podsho, hukumat menga yordam ber deydi. Fuqaro bo'lsa, mas'uliyatni o'zini bo'yniga oladi. O'sa nimalarda olsa, nima yana odamlar aybdormi? Nima biz aybdormi yana degan albatta izohlar bor bo'ladi. Chunki budjetda pul yo'q. Lekin siz aytasiz, budjetda bilamiz nima qilishni, o'g'irlaydi hammasi deysiz. To'g'ri, lekin qancha budjet ajratilganini bilasizmi? O'tgan chorak, o'tgan yili gazga, elektrga qancha pul ajratildi? Qayerga ketdi u pullar? Siz tekshirdingizmi? Nega har yili O'zbekiston davlat budjeti taqsimot haqida ma'lumotlar va reja chiqqanda Twitterda 5-6 ta okaxonlar 6 ta Telegram kanal muhokama qiladi. Butun O'zbekiston bo'ylab 40 mingtacha odam muhokama qiladi. Lekin Munisani farzandi qiz tug'iladimi, o'g'il tug'iladimi, 15 millionta odam muhokama qiladi. Nega yana bitta kerak emas vazirlik ochilib, unga budjet ajratilganda va shu haqida xabar chiqqanda hech kim qiziqmaydi? Nega u siyosiy xabarda 700 ta like, lekin qaysidir Vaynerni videosida 450 mingta like? Nega siz hududingizdagi deputatingiz ismini bilmaysiz? Siz aytishingiz mumkin, "U ba'zi hech nima hal qilmaydi." Siz ismini biling. O'sha hech nima hal qilmasin. Keyin o'sha deputatning ismi sharifi va sharmanda so'zi bilan hashtag qilib turib challenge boshlang. 1 millionta like yig'sin. Ko'ramiz keyin qolgan deputatlar nima ish qilar ekan. Qanday ishlar ekan demoqchi edim. Biz qachon fuqarolik jamiyat quramiz? Qachon fuqarolik jamiyat qurish uchun harakatni boshlaymiz? 99% odam bilmaydi nimaligini. Hattoki eng tragediyasi shunda, fuqarolik jamiyati o'zi nima bilmaymiz ham. Xalq bo'lishi to'xtatish kerak, fuqaro bo'lish kerak, mas'uliyatni olish kerak va talab qilish kerak. Yaponiyada 10 kun bo'lib jindan chiqib ketdi. Ko'chada 1-2 kilo olib musurimni ko'chada ko'tarib yurganman, tashlashga joy